Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bergan bu umrni qadriga yetib, go'zal va farovon hayot kechirmoqlikka nima ham yetadi. Alloh taolo inson uchun barcha koinotni yaratib berdi, xalq qildi. Yer, osmon, oy, yulduz hamma narsani bo'ysuntirdi. Inson go'zal hayot kechirmoqligi uchun hidoyat yo'li bo'lgan Qur'oni Karimni nozil etdi. Unga yaxshilik va yomonlik yo'llarini ko'rsatib berdi va dedi: Qollallohu ta'ala: Innalloha ya'muru bil adli wal ihsani va ita'i zil qurba va yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Albatta Alloh adolatga, yaxshilikka, qarindoshlarni haqqini berishlikka buyuradi. Fahshdan, munkardan, tajovuzkorlikdan qaytaradi. U sizlarga va'z qilur, shoyatki sizlar eslatma olsangizlar deb Nahl surasida marhamat etdi. Albatta bizga berilgan bu umr juda katta ne'mat, juda katta biz uchun quvonchdir. Alloh taolo bizga shunday ne'matni ato etgan ekan, bu ne'matni, bu umrni, bu hayotni, bu farovonlikni, oilani, farzandni, barcha narsani qadriga yetmog'imiz lozim. Bugun esa ba'zi bir insonlar giyohvandlikga ruju qo'yib va uning girdobiga cho'g'ib ketganlarni ko'rasiz. Uning zararidan oilasi buzilayotganligi, uning zararidan, oqibatidan farzandlari yetim qolayotganligi, jamiyat zarar topayotganligi, hattoki o'z joniga qasd qilgan holatlarni eshitasiz. Zero Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, qollallohu ta'ala: "Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima va man yaf'al zalika udwana va zulma fasawfa nuslihi nara va kana zalika 'ala Allohi yasira." Alloh Niso surasida shunday marhamat qildi: O'zingizni o'ldirmang, albatta Alloh sizlarga mehribondir. Kim adovat va zulm yo'li bilan shu ishni qilsa, tezda uni do'zaxga solamiz. Bu esa Alloh taolaga osondir deb Robbim Alloh kalomi Qur'oni Karimda marhamat etdi. Azizlar, bu umrimiz, bu hayotimiz, bu bizlarga berilgan ne'matlarni qadriga albatta yetmog'imiz lozimdir. Bugun biz uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. Buni qadriga yetib, bu yurtda, bu zaminda shod xurram hayot kechirmog'imiz biz uchun katta baxt, biz uchun katta ne'matdir. Bu kunlar bizga Alloh ana shunday nasib etgan ekan, bu kunlarni qadriga yetmoq lozim. Alloh subhanahu va taolo barchamizga va barcha yoshlarni va barcha insoniyatni bu illatlardan o'zi o'z panohida asrasin.